5 vaqtda duoni mustajobligi mashhur hadis. Bittasi 2 Eid Ramazon va Eid Qurbon hayitini kechasida duo ijobat bo'ladigan kunlar. Shu Arafa kuni kechqurun. Shunda o'zi odatda hamma o'z bilgancha duolarni qiladi, ibodatlarni qiladi. Ya Mujib degan Allohning bitta ijobat qiluvchi degan ismi bor-da. Ya Mujib. Ey ijobat qiluvchi zot. Banda debdilar, ya Mujib ni 55 dona aytib turib Allohga duo qilsa, ana shu joyda duosi ijobat bo'lgan. Ya Mujib deb 55 dona sanaysiz. 2 daqiqa ketmaydi. Muazzin azon aytsa, takbir aytguncha sanab bo'lasizda 55 dan. Ya Mujib deysizda 55 taga sanog'iga yetkazgandan keyin ey Alloh, ey duoni ijobat qiluvchi zot, mana gunohlarimni kechir, mana bularni ber deb turib Allohdan duoni ijobatligini so'rasa, ana shu odamning shu vaqtida duosi ijobat bo'lar ekan. Endi agar ertaga payshanba kuni kechqurunda agar salovati sharifalar bilan o'tkazib, istig'forlar bilan, tahlillar bilan, tasbihlar bilan, tilovati Qur'on bilan. Chunki nimaga unaqa qilib o'tkaziladi? Chunki rahmat yog'ilayotgan kun bizdan uzoqlashyapti-da. Rahmat, baraka butun mu'minlarni, musulmonlarni rizqi, ro'zi mo'l ko'l bo'ladigan kunlar 30 kun edi. Endi u kun ketyapti. Hamma ro'zador bo'lib, uyda ham baraka. Hamma ro'zador. Dasturxoningizda ham baraka, kasb-u kamolotingizda ham baraka, umringizda ham baraka, ibodatingizda ham baraka, o'tkazayotgan vaqtingizda ham Alloh baraka bergan. Xudoyim hammamiz gunohlarimizni kechirsin. Hammamizga tinchlik, osoyishtalikda yana kelasi yil Mohi Ramazonda shariflarga safimizdan kamaymagan holatda, ibodatda, itoatda, Allohning rizoligini topgan holatda hayot kechirishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin, ilohim.